Bundan 15 yil oldin yaqin o'tmishning eng yorqin va ziddiyatli siyosatchilaridan biri Muammar Qazzofiy. Government is a terrorist government. Reagan is the biggest terrorist in the world. Polkovnik Qazzofiyni o'z vaqtida liviyaliklar otamiz, rahnamomiz va tinchligimiz kafolati deb ulug'lashgan. Muammar 1940-yillarda Tripolitayne, ya'ni hozirgi Liviya hududida dunyoga kelgan. 1969-yilda Shoh Idris hokimiyatini ag'darib, hukumat tepasiga kelgan va 42 yil davomida Liviyaning yagona rahbari bo'lib kelgan. U o'zining hukmronligi davrida neft sanoatini milliylashtirib, neft daromadlarini davlat nazoratiga olgan. Qazzofiy davrida qonunchilik islomiy shariat qoidalariga moslashtirila boshlanadi. Yil hisobi hijriy taqvimga o'tkaziladi, oylar nomi ham almashtiriladi. Qimor va alkogol ichimliklari butunlay taqiqlanadi. 2011-yilda Arab bahori davrida Liviyada qo'zg'olon boshlanadi. Fuqarolar urushi natijasida Qazzofiy hokimiyatdan ag'dariladi va 2011-yil 20-oktyabrda g'azabnok olomon tomonidan qiynab o'ldiriladi. Muammar Qazzofiy o'z davrining populist siyosatchilaridan bo'lgan. Uning hokimiyati ag'darilishiga nima sabab bo'lgan deb o'ylaysiz? Izohlar qismida qoldiring.